Bugun dushanba va topinglarchi bugun menda nima bor? Topolmaysizlar, o'zim aytaman. Bugun menda raspakovka Aisha brendidan shunaqa pomadalar to'plami. Birgalikda ochib ko'ramiz. Mana. Ichida biz uchun xatcha bor ekan. Birgalikda o'qiymiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu sizga kichkina hadyamiz. Siz biz uchun ko'p qizlar ichidan aynan tanlab olingansiz. Ham blogingiz ham o'zingiz kabi chiroyli. Rahmat. O'ylaymizki, bu hamkorligimizning oxirgisi emas. Men ham shunday deb o'ylayman. Va alohida mana bunday yana pomada solishdi. Kontur ham solishdi qizlar. Hozir sizlar bilan lab kombosi qilamiz. Birinchi navbatda labimizni kontur bilan chizib olamiz. Labimiz chetini chizib oldik. Endi ichiga mana bunaqa pomada suramiz. Qaranglar, qanaqa chiroyli bo'ldi. Biz endi bunga blesk qo'shamiz. Mana shu blesk. Judayam приятный ekan qizlar. Shu bilan lab komboyimiz tayyor qizlar. Yoqqan bo'lsa like, podpiska